O'tgan yil Xitoydan shu kombayn olib kelish bo'yicha videolar qo'yganmiz, esingizda bo'lsa, ko'plab telefonlar bo'lyapti va hozir mana O'zbekistonda juda ham yaxshi kombaynlar chiqib qoldi. John Deere 9970 O'zbekiston eng ko'p tarqalgan kombaynlardan bittasi va yaxshi tomoni birinchi qo'l o'sha ofitsialniy dilerdan sotib olingan bu. O'sha 500 ming dollardan oshiq olingan kombayn hozir 4 barobar arzon narxga olish imkoniyati bor buni. Va buni qulay tomonlari nimasi qulay? Ya'ni o'zi sostoyaniyasi yaxshi, svejiy, shpindellari hamma joylari yaxshi qaralgan, ofitsialniy servis qaragan bunga. Va hozir kombayn oladigan bo'lsangiz, bunkeri 2 tonna, 2 tonna 200 oladi. Buni bunkeri mana ko'tariladigan remenlari bor. Remenlari ko'tarilsa 4,5 tonnagacha yuk oladi. Bu hozir bilinmasligi mumkin, lekin dalada ishlaganda, hadeb borib yurganda vaqtdan yutqiziladi va terim kamayadi. Misol uchun 20 gektar emas, 15 gektar terib qolishi mumkin shuni o'zini orqasidan. Shuning uchun qattiq urmasligi uchun shu bunkerlar juda ham qulay. Unga qo'shib beriladigan narsalar bor, moyi, shampuni, o'sha shpindellari, undan tashqari mana bu 76-90 suriladi. Lekin surilganda ham oldidagi mana bu shu chiqib turgan narsalari 90ligi alohida yana qo'shib beriladi. Qo'shimcha narsalari hammasi beriladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ob-havo bu yil mana Erkin aka prognozlar qilyaptilar. Oktyabr oyida yog'ingarchilik ko'p bo'ladi, ulgurmay qolish mumkin. O'sha paytda shunaqa kombaynlar jonga oro kiradi. Endi bir kishiga to'g'ri qimmatli qiladi bu kombaynlar, lekin 4-5 ta odam shu fermer birlashtirib olsa maza qilib olasizlar, to'g'risi. Buni o'zingizlar ham bilasizlar, hisob-kitobi 1 yilda puli chiqib ketish ehtimoli ham juda ham katta buni. Demak, bu yil o'sha o'tgan yil ko'rdinglar, boshqa kombaynlar terganini, ya'ni ko'p kombaynlar hashay bilan qo'shib terib yubordi, boshqa bir sorti pastga tushib ketdi. Endi John Deere'da terganlarni orqasida, John Deere mashina orqasida juda ham ko'p fermerlar yurdi, chunki buni tergan paxtasi shu 1-2 ga olindi ko'p holatda. Agar o'sha insofli klasterlar bo'lsa, 1-2 ga indamasdan olishdi. Lekin boshqa kombaynlarniki ko'p nima bo'lib ketdi. 2-2, 2-3 ga ham olinganlari bo'ldi. Uni ham shu e'tiborga olasizlar. Agar o'zingiz uchun oladigan bo'lsangiz, bu juda ham qulay. Shu paxtani sotishingizda ham narxida kamida 1000 so'm, 1,5 ming so'm qimmat sotish imkoniyati bor va terimda ham qiynalmaysizlar. Bu yil terim qimmat bo'lishi kutilyapti. Ya'ni oktyabrdan yomg'ir yog'ishi kutilyapti va shoshgan paytda narxlar keskin ko'tarilib ketadi, kombaynga ham talab oshib ketadi. O'sha paytda maza qilib olasizlar. Yaxshi kombayn qidirayotganlarga to'g'risi tavsiya qilaman va o'zim ham bitta shunaqasidan sotib olish niyatim bor.